Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir operatsiyamiz davom etib turibdi. Bugungi bemorimizda burun to'siqida murakkab qiyshiqlik bor edi. Uni hozir davoladik. Hali yana davom etamiz operatsiyamizni. Hozir shu yerda bir qiziq holat. Mana bu ko'rib turganlaringiz gamir pazuxani qo'shimcha do'shki. So'z bering. Bir ishatib berasiz. Bo'ldi. Bunda gamir pazuxani qo'shimcha do'shki 0 gradusli kamera bilan kelib turibmiz, yana ko'rinib turibdi. Bu передний fontanella. MBda крючковидный отросток markasida asosiy do'shki bor, o'zini естественный soyistasi. Hozir keyingi etapda bu ikkala do'shkni birlashtiramiz va katta butun bir dona do'shk qilamiz. Buni sababi qilishimizdan maqsad bu yerda patologik sirkulyatsiyani oldini olish, ya'ni burunning balg'ami bu yerda asosiy do'shkdan chiqib qo'shimcha do'shkdan kiradi ya